Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi ishimiz Andijon tuman Yangiyo'l MFYda 116 kvadratli ish. Ya'ni 7 xonadan iborat. Uning ichida 5 xonasi однотонный, 2 xonasi gulli, ya'ni pechatga kiradi. Jami summa 11 million so'mga aylandi. Bir dona lyustra bizdan hadya bo'ldi. Obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. To'rt soat mobaynida 116 metr kvadratga ega bo'lgan natijali patologlarimizni tugatdik. Kimga shunaqa tezkor, tejamkor va sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, buyurtma berishingiz mumkin.